100 mingga beringsizmi? 80 mingga ham so'rashdi. O'zi любой boyvachchani yuragida bor-da shu mashina. Aka, yaxshimisiz? Originalmi bu? 63 Corsa bo'ladimi? Chetroqga oling yoki. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xonimay, qarchimayapsiz. Bu originalmi? Original bo'lsa kerak. Yoki ana poddelkam 505 to'g'ri salonni ko'rsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Sotmishsiz uni? O'zi yaqinda oldim. Mana sizga o'xshab boyvachcha bo'lganman. Nima bo'lmadimi bu? Endi bunga qiziqib qoldim. Islam sportdan. Ohoy! Voy bu. Voy, maqtni sotdi. Свежий ekan, ha? Kim ishlab chiqargan yozilgan. Kim ishlab chiqarganini ham yozdim. Ha, yo'q. Abu Doniyor ekan. Abu Doniyor ekanda. O'zi любой boyvachchani yuragida bor-da shu mashina. Sotmishsizmi aka? Olaman reально. Yo'q, sotish niyatim bor. Necha pul olgansiz? 70 Sir bo'lmasa. 75 ming olgansiz. 100 mingga beringsizmi? 80 mingga ham so'rashdi. Ya 80, 100 mingga bersiz olaman. Men lekin aka, bitta narsa aytaymi? Qozog'istonda bitta sales, именно sales haydaydigan odam pодарок qilgan edi. Bo'ldi, yoshlar bilan salesga o'tgan, unda mashina pодарок qildi. Mercedes muxlislari, shu o'tamisizlar, BMW muxlislari. Bitta like bosib qo'yinglar, hattasizlar, ekranga davay qizartirib qo'yinglar. O'ylab ko'ring ekan aka. Ha, sotmaysizmi? Valla aka. Bizga ham nasib qilsin, sog' bo'linglar. Ha.